Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 12 oktyabr günü Şərq Türkistanğa təcavüzçi Xitay armiyasının besib kirib, Şərq Türkistanni işğal qilishqa başlagan Zimistan qara kunning qayta boshlangan kuni. Bu gün Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistan tuproqlarini bizga vatan qilib, ayıldızlıq kök bayrağımızı samada ləpildətkən qəhrəman ata boğularımızın aqqızğan ısıq qanlarını biyoda qilishqa oringan gün. Bu gün Şərq Türkistan üçün uzunğa suzulğan Zimistan qish qayta başlanğan matem gün. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xitay təcavüzçilərinin vətənimiz Şərq Türkistanni qanunsuz işğal qılıb alğanlığının 75 illiqini lənətləb, xalqara cəmiyyətni Şərq Türkistanның müstəqilligini əsliga keltirishga chaqiriq qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining Kanadada ötküzgən namoyishida Şərq Türkistan sürgündü hökumətining baş ministri Abdulahat Nur Əpəndi mühim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xonimlar va apandilar. Biz bu yerda yalğız tarixning qora sahifasi uchun motam tutquli emas, balki dunyoni harakatga kelishga chaqiriq qilish uchun yig'ildik. 2024-yili 12 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati Sharq Turkistonda mustabid hokimiyat o'rnatganligining 75 yillik qora kuni. 1949-yili 12 oktyabr kuni Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilib olgandan boshlab davomlashib kelayotgan tragediya sistemlik mustamlika qilish, bostirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Tatar qatorliq turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan bir davlat. 75 yildan beri Sharq Turkiston qolayimqon tutqun qilishdan boshlab majburiy emgakka selishgacha kultural va fizikalik yo'qotish, tug'mas qilitish qatorliq vahshiy usullar bilan yurgizilgan umumyuzlik irqiy qirg'inchilik dahshatlik bostirishni beshidan kechirdi. Bu yalğız inson haqlari dafsanchiligi bo'libla qolmasdan, balki Sharq Turkiston xalqining kimligini yo'qotishi maqsad qilib qasddan elib berilgan etnik tozalash strategiyasi, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdan iborat. Xalqaro jamiyat Sharq Turkiston xalqining bu zulmga uchrashining sababining Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi ekanligini e'tirof qilib va ayblamagicha bu zulm davomlashadi. Shunisi oydin bo'lishi kerakki, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir partisi bo'lib boqmagan. Xitoydan iborat bu mustamlikachi kuch mustaqil Sharq Turkistonni zo'ravonlik bilan bo'ysundirganligini aqlamoqchi bo'lib, bu saxta bayonlarni to'qib chiqib, tarixni qayta yozib chiqmoqchi bo'lgan. Sharq Turkiston egalik huquqliq davlat edi. 1949-yili Sovet ittifoqining qo'llashi ostidagi Xitoy kompartiyasi kuchlari davlatimizga besib kirib, bizning egalik huquqimiz, zamin butunligimizga xiloflik qilib, Sharq Turkiston va xalqiga zamonaviy dunyoning uzunga so'zilgan dahshatli ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini yurgizdi. Biz bugun xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilamiz. Dunyo bu tragediyaning mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, qalayimqon bostirish qatorliq barliq masalalarning tinib olg'ili bo'lmaydigan sababining Xitoyning Sharq Turkistonni zo'ravonlik bilan qonunsiz ishg'ol qilib olganligi ekanligidan iborat haqiqatga sal qaramasligi kerak. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan ishg'oliyatchi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Majlisining 1973-yili 30-noyabr kunidagi 3070-nomerli qarornomasi ishg'oliyat ostidagi haqlariga erisholmagan, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, erkinligi, mustaqilligi chet elning bo'yinturqi ostida qolgan barliq insonlarning haq-huquqini qo'g'daydi. Ozodlik uchun qilayotgan qonunliq kurashning haqiqiy ma'nosi xalqaro qonunda alohida gavdalantirilgan. Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish kurashi boshqa ishg'oliyatga qarshi ilib berilayotgan kurashlarga o'xshash ishg'ol qilgan davlatga qarshi milliy ozodlik harakati, hayot qilish, egalik huquqini asliga keltirish kurashi, xalqaro jamiyat chuqur va'dasiga amal qilishi, xalqaro qonunga asosan Sharq Turkiston xalqini axloqiy materiallar bilan ta'minlashi, siyosiy jihatda qo'llashi lozim. Vaqt dunyoning Xitoyning saxta bayonlarini rad qiladigan, Sharq Turkistonning ishg'ol qilinganligini bildiradigan, yangi territoriya degan ma'noda keladigan Xitoy qo'ygan Xinjiang degan mustamlika nomini tark etib, Sharq Turkiston xalqining yanada turadigan vaqt. Xalqaro jamiyat Afrika qit'asidagi ishg'oliyatchi hokimiyatlarga qarshi turdi. Endi bundan keyin o'xshash pozitsiyani Sharq Turkiston xalqi uchun bildirishi, ularning maydonida turishi lozim. Yalğız so'zlashning vaqti o'tdi. Biz erkinlik, inson haqlari, mustaqillikni qadrlaydigan Kanada va boshqa barliq davlatlarni ayblashlardan halqib, qat'iy harakat qo'llanib,
Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, Sharqi Turkiston xalqining sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini, bizning erkinlik va mustaqillikni asliga keltirish ko'rishimizni qo'llashga chaqiramiz. Eksik yoki bizni to'xtatishga uringan har qanday narsa Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishini davomlashtirishga fursat yaratib berdi va Xitoyning jinoyatiga sherik qiladi. Biz xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini bizning nidolarimizga quloq solishga, Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy katibaşlarini ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgarlikka tortishga chaqiramiz. Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan har qaysi davlat partiyalarini, texnik keng xalqaro jamiyatni xalqaro jinoiy ishlar sudiga irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy katibaşlari ustidan sungan arzimizni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Xalqaro adolat sudiga a'zo davlatlarning xalqaro sudda Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy millatlarning huquqini qo'g'dishini, Rim nizomnomasining ro'yi bo'yicha xalqaro sudning boshqarish doirasi ichida Xitoy sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni surishti qilishini talab qilamiz. Dunyo cho'qim hozir harakatga kelishi kerak. Sharqi Turkiston da'vosi xalqaro jinoiy ishlar sudi va xalqaro adolat sudida yolg'iz adolatni talab qilish emas, balki millionlarning hatto barliq insoniyatning kelgusidagi bexatarligini muhofazat qilishdan iborat bo'lib, Sharqi Turkiston uchun adolat talab qilish Sharqi Turkistonning to'liq mustaqilligi, egilik huquqini asliga keltirish demakdir. Oxirida biz barliq xalqaro jamiyatni shundoq ogohlantiramizki, Xitoyning jahongirlik maqsadi yolg'iz Sharqi Turkiston bilanla cheklanib qolmaydi. Xalqimizni azgan Beijingning irqiy qirg'inchilikchi jahongirlik hokimiyati dunyoning bexatarligiga tahdid elib keladi. Xitoyning iqtisodiy, siyosiy, harbiy ta'sirining kengayishi dunyoning har qaysi joylarida uning besim, diktatorlik, mustabidlik modelini eksport qilib, demokratiya va erkinlikni dafsanda qiladi. O'qituvchilarni jimiqtirib, raqamli keng ko'lamli kuzatish qurollarining kengaytirilishini, mustabid hokimiyatning kontrol qilishini kafolatlantiradi. Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olishi texim cho'ng xiristlarga yo'l ochadi. Shunisi aniq bo'lsinki, Sharqi Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llash yolg'iz axloq majburiyati bo'lib qolmasdan mustamlikaga, imperializmga, diktatorlikqa, fashizmga o'xshash zulmning hamma turiga qarshi turishdan iborat. Sharqi Turkistonning mustaqilligi va erkinligi uchun kurash qilish, xalqaro qonunni qo'g'dash, har qaysi davlatlarning egilik huquqini, xalqlarning kishilik huquqini qo'g'dashdan iborat. Vaqt harakat qilish vaqti. Biz xalqaro jamiyatdan Sharqi Turkiston xalqining yenidan o'rin olishini, Sharqi Turkiston ishg'oliyatining realligini tunishini, Xitoyning mustamlika bayonlarini rad qilishini, mustaqilligimizni asliga keltirish haqli ko'rishimizni qo'llashni talab qilamiz. Faqat Sharqi Turkistonning mustaqilligi asliga keltirilganida Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning haq-huquqlariga haqiqiy kafolatlik qilg'ili, mavjudligini saqlag'ili bo'ladi. Sharqi Turkiston xalqi sukut qilmaydi. Biz erkinlik va mustaqillik uchun kurash qilishdan to'xtamaymiz. Sharqi Turkiston hur va mustaqil bo'lmoqcha biz kurashdan to'xtab qolmaymiz dedi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdulahat Nur Apandi Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharqi Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligining 75 yilligini la'natlab, ijtimoiy axborot vositalarida Sharqi Turkistonning ishg'ol qilinishiga bo'lgan qayg'usini, shuningdek Sharqi Turkiston xalqining kelgusida Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qat'iy kurash qilganligini bildirib, mundaq dedi. Bugun biz Xitoyning Sharqi Turkistonga bo'lgan rəhimsiz ishg'oliyatining 75 yilligini ayblaymiz. Uyg'ur xalqining zamini, kimligi va erkinligi rəhimsizlarcha tortib olinib, Xitoy Kompartiyasining zulmiga uchrayotganligiga 75 yil bo'lgan bugungi kunda shuningga diqqat qilish kerakki, Xitoy Xinjiang deb atalgan Sharqi Turkiston mustaqil davlat sifatida 6000 yildan ko'proq vaqt mavjud bo'lgan bo'lib, azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmagan. Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilishi qonunsiz. Uning Sharqi Turkistonning o'ziga tava ekanlik tashabbusining orqasida hech qanday tarixiy asosi yo'q. 1949 yili 11 oyda Uyg'ur va boshqa turk xalqlari ikkinchi qatam Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilib, mustaqilligini qo'lga keltirib, ikkinchi Sharqi Turkiston Jumhuriyatini qurdi. Ular bu davlatni Xitoyning ishg'oliyatidan qutuldirib, o'zining tegishli haq-huquqlarini qaytarib olishga boshlagan bo'lsa-mu, ammo 1949 yili 10 oyning 12 kuni Sovet ittifoqi bilan Xitoy hukumati ittifoq qurib, Sharqi Turkistonni kontrol qilishni yana bir qatim boshladi. 1949 yili 12 oyning 22 kuni ular Sharqi Turkistonni butunlay kontrol qilib oldi. Shu echinishlik kundan keyin Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlari ilgirkiga qaraganda texmi qattiq zulmga uchradi. Bu zulm keyingi necha 10 yilda bargan sari ortdi. Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar hozir irqiy ayrimchilik,
a'zolarni yig'ib olish, bosqinchilik qilish, majburiy to'y qildirish, mingsini yuyish, tibbiy sinoq qilish, qul emgakiga selish, etnik tozalash va irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda. Kishilarning ona tilida so'zlashi yoki diniy e'tiqodi va kulturi bilan yashashi cheklandi. Ularning ovozi to'xtamay bostirildi va kimligi yo'qotildi. Buningdan boshqa insonlarning o'zaro aloqalashishi asosan mumkin emas. Taxminan 11 yil ilgari, ya'ni 2014-yili butun mamlakatda jazo lagerlari qurildi va millionlagan sharq turkistonliklar terrordan tozalash bahonasi bilan atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga so'landi. Hozir millionlagan Uyg'ur, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari bu lagerlarda tutib turilmoqda. Ular qiynash, ziyonkashlik qilish va assimilyatsiyaga duchor bo'ldi. Bu lagerlarda yüz minglagan odam qazo qildi. Sansizlagan Uyg'urlar har kuni davomli azob-uqubat chekyotidi. Ular Xitoyning vataniga qilgan zulmini inkor qilishga majburlandi. Ular azaldan sodir qilmagan jinoiy qilmishlarini iqror qilishga, o'zlarining jinoiy zihniyatida erkin o'xshal bo'lganligidan turmaga tashlanishga loyiq ekanligini aytishga, Xitoyning ularni qutqizib olganligiga rahmat aytishga majbur bo'ladi. Lager va turmalardagi Uyg'urlar har kuni bu qiynashga bardoshlik berishga majbur bo'ladi. Ko'chalardagi Uyg'ur va boshqa turk guruhlari Xitoycha so'zlashga majbur bo'ladi va ularning an'anaviy kiyimi, romanlarini artishi, Qur'on o'qishi, duo qilishi va boshqa faoliyatlari man'iy qilindi. Uyg'urlar jazo lagerlariga qamalgan va faqat mavjud bo'lganligi uchun terrorchi deb atalgan. Balalarni assimilyatsiya qilish uchun ularni oilasidan olib ketib, yotoqliq maktablardan farqi yo'q davlat ta'sislariga o'rinlashtirgan. Begunoh fuqarolar rahimsiz a'zo yig'ish qilmishi uchun tutqun qilingan. Undan boshqa Xitoy hech kimning Uyg'urlar haqida hech qanday uchurga ega bo'lmasligiga kafolatlik qilib, ular haqida savol so'rashni cheklagan. Bu ahvol dunyoning aralashishining oldini olib, irqiy qirg'inchilikni davomlashtirishga yo'l ochdi. Barliq xaridlardan mavjudligimizni o'chirib Vatanimizning nomi yangi chegara degan ma'noda keladigan Xinjiangga o'zgartirildi va dunyoning boshqa joylariga chegaramizni taqdi. Xitoy dunyoning atalmish Xinjiangdagi turmushining normal va tinch ekanligiga ishonishini umid qiladi. Ammo haqiqat uningdan yiroq. Gerçi atalmish Xinjiangdagi insoniyatga qarshi ilib berilgan vahshiylik va jinoyatlarga oid nurg'un faktlar bo'lsa-mu, dunyo bizning azob-oqibatlarimizga ko'z yumdi. Sharq Turkistonning sirtidagi Uyg'urlar vaziyatni o'zgartirish uchun tirishmoqda. Bizning yordam chaqiriqimiz doim rad qilinadi. Bizning harakatga bo'lgan chaqiriqimiz nazardan saqit qilinadi. Xalqimizning azob-oqibatlarini tilga olish aniqsizlik, hurmatsizlik yoki tasdiqsizlikqa duch keldi. Ommani ayblash yoki kurashlarimizni yangirtish tirishchiligimiz chetga qitildi. Har qatim atalmish Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik temasi o'tirg'a chiqqanda kishilar Xitoyni qo'g'dashning amalini qilib, Uyg'urlarni irqchi deyotidi. Biz nimishqa kurashlarimizni yangirtib, yordam talab qilsak, dunyo nimishqa ko'zini yumib oladi? Ammo dunyoning boshqa joylarida bo'layotgan boshqa kurashlarni olganda ular darhol diqqat qiladi. Nima uchun zolimlarni tanqid qilish Uyg'urlardan kelgan vaqtda irqchilik deb qaraladi? Ammo boshqalar yo'lliq deb qaralib qo'llashga erishadi. Uyg'ur bolalari an'anani tilga olganda va kurashlarini bayon qilganligi uchun gunoh tuyg'usi bilan cho'ng bo'ladi. Chunki ular har qatim shunday qilganda ularga irqchi, sezgur, bir taraflimchi va xato qarashga ega deyiladi. Ba'zi bolalar Uyg'ur bo'lib tug'ilganlikdan qayg'u bilan cho'ng bo'ladi. Chunki kishilar ularni zulmga uchraganlik uchun ayblaydi va ularning azobiga sal qaraydi. Uyg'ur haqida ilib berilgan suhbat davomli insonlar o'zini qochiradigan, kishilarni bearam qiladigan suhbatga aylangan. Mening xalqim haqida so'zlashga uringan vaqtlarim oz emas. Suhbat hamisha boshqa temalarga yo'tkiladi. Xalqimizni qo'g'dash uchun nimishqa nomus qilishimiz kerak? Xalqimizni qo'g'dashga va ongni oshirishga uringanligimiz uchun nimishqa gunohkordek his qilishimiz kerak? Uyg'urlar inson bo'lib, boshqalarga o'xshash huquqqa ega. Bizning zolimlarimizga qarshi so'z qilish, adolat talab qilish huquqimiz bor. Tuqqanlari bilan aloqa qilish insonlarning asosiy huquqi. Ammo biz bu erkinlikdan mahrum bo'lyapmiz. Hammamiz Sharq Turkistondagi oilalarimizni seg'indik. Dunyo bizning qiyinchiliklarimizga sal qaraydi va sukut qiladi. Biz Uyg'urlar davomli nohaqchiliklarga duch kelgan bo'lsak-mu, mustaqilligimizni asliga keltirguncha hargiz kurashdan voz kechmaymiz. Hargiz sukut qilmaymiz. Biz hozirga qadar qarshilik ko'rsatdik. Dunyo biz tarafda tursa, texmi kuchaymiz. Shunglashqa bizni qo'llashingizni so'raymiz. Irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishingizni so'raymiz. Atalmish Xinjiangda yuz bergan vahshiyliklarni ayblab va Xitoyning kishilik huquq nafsanchilik jinoyatini javobgarlikka torting. Savol so'rang. O'zingizni tarbiyalang, ongni o'stiring. Imkon qadar i'ona qiling, duo qiling, tashabbus qiling, so'zlang.
Dunyoning qaysi adolatsizlikka qarshi turishni tanlash imkoni yo'q. Biz barliq zulmga uchragan xalqlar uchun ittifoqlashishimiz kerak. Bizni unutib qolmang. Alloh Sharq Turkistonga yordam qilsin. Yashsin Sharq Turkiston. Sharq Turkiston Sürgündü Hökumetining İchki ishlar ministri, Shivsiya Uyg'ur komitetining rahbari Abdushkur Samsaq apandi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yilligini la'natlash, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rish uchun xalqaro harakatga chaqiriq qilish maqsadida Shivsiyaning poytaxti Stokgolmdagi Shivsiya Tashqi ishlar ministrligi binosining oldida 13 oktyabr kuni namoyish o'rinlashtirdi. Namoyishga Sharq Turkiston Sürgündü Hökumeti, Shivsiya Uyg'ur komitetining a'zolari va boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlar qatnashdi. Namoyishda axborot e'lon qilinib, mundaq deyildi. Biz bugun Shivsiya Tashqi ishlar ministrligi binosining oldiga yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligining 75 yilligini la'natlash orqali toki Sharq Turkiston mustaqil bo'lguncha Xitoyga davomli qarshiligimizni ko'rsatganligimizni esga solamiz. Xitoy 1949 yılı 12 oktyabr günü Şarkı Türkistan'ı işgal qilishga başlap, 22 dekabr günü tamamen işgal qilib elib, mustaqil Şarkı Türkistan'ı ag'dirib tashlagan. Bu harbiy bo'ysundurush bugungacha davomlashgan vahshiylarcha mustamlik qilish, Şarkı Türkiston xalqiga izchil irqiy qirg'inchilik yurgizish oqibatini keltirib chiqardi. Xitoy Şarkı Türkistan'ga bexatarlik yoki diplomatiya sababidan tajovuz qilmadi. Xitoyning mustamlika qilish va ishg'ol qilish maqsadi tabiiy boyliqlarimizning mo'lligi va vatanimizning strategik ahamiyatini nazarda tutib, o'zlarining imperiya orzularini amalga oshirish uchun tajovuz qildi. Tajovuzchilik bilan boshlangan bu siyosiy harakat zamonimizdagi eng dahshatli irqiy qirg'inchiliklarning biriga aylandi. Millionlagan xalqimiz qatl qilindi. Yana millionlagan kishilar jazo lagerlarida aziyat chekmoqda. Bunun bilan birga kültürümüz, kimlikimiz, tariximiz va kelgusimiz sistemli holda yo'q qilinmoqda. Bu faqat xalqimizga qartilgan hujumlar emas, insoniyatning asosiy qimmat qarashlariga qartilgan hujum. Dunyo vijdoniga tushgan qora bir dog'dan iborat. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikka munfarid bir voqea emas. Bu bir millat va uning xalqini yer yuzidan tamoman yo'qotishga qartilgan sistemlik urinishdir. Millionlagan Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlariga qamalgan bo'lib, tasavvur qilg'isiz qiyin qistoq, ocharchilik, ming yuvish, organlarini sug'urib olish, organlarini setish, qatl qilish, majburiy tug'mas qilib o'tish, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgakka selish, masjidlarni va madaniyat izlarini vayron qilish qatorliq xo'rlashlarga duchor bo'lmoqda. Bularning hammasi Xitoyning bizning kimligimiz, kulturimiz, tilimiz va e'tiqodimizni yo'qotish nishoniga yetishdagi qurollaridir. Bu azob oqibatni tasavvur qilish mumkin emas. Rahimsizlik cheksiz, ammo dunyo yanala hech ish bo'lmagandek sukutda turmoqda. Xitoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolalarini zo'rlab ilib ketib, ularni meyish va majburiy emgakka selish maqsadida ta'sis qilingan davlat boshqarishidagi markazlarda dahshatli sharoitlarga duchor qilmoqda. Bu gunohsiz bolalar qiynalib, qo'l qilinib qolmasdan yana a'zo tijarati va jinsiy parakandichilik qatorliq tasavvur qilg'usiz vahshiyliklarga duchor bo'lmoqda. Bu markazlarda Uyg'ur bolalari o'z kimligidan mahrum qilinib, Uyg'ur meroslarini tashlashga majburlanib, sodiq Xitoy Kompartiya askarlari yoki fuqarolari bo'lish uchun mingsi yuyilmoqda. Bu razil strategiya Uyg'ur xalqining kelgusini yo'q qilishni, shundoqla yangi bir avlodni o'z xalqi va millatiga qarshi chiqishga tarbiyalashni maqsad qiladi. Bu vahshiy harakatning oqibatlari hozirgi azob oqibatini olqib, kültürimizni, mavjudligimizni va avlodlarimiz orasidagi milliy rishtani yo'q qilishga tahdid bo'lmoqda. Bu bizni kelgusimizning bizni bo'ysundirmoqchi bo'lganlarning qo'lida yo'qlayotgan echinishlik reallik bilan kurash qilishga majbur qilmoqda. Kishilik huquq va adolat uchun uzun muddat kurash qilib kelgan Shivsiyaning bu dahshatli voqealarga sukut qilib turmaydiganligiga ishonamiz. Shivsiyaning ezilgan xalqlarni qo'llash tarixi uzun. Shivsiya hukumati uzun sukutdan keyin bizning masalamizning dunyoviy mas'uliyatga ega ekanligini tunib yetadi. Xalqaro jamiyat Xitoyning jinoyatlarining to'salg'usiz davomlashishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Harakatsiz o'tgan har bir kun irqiy qirg'inchilikning dardini tortayotgan millionlagan kishilarning butun bir millatning mavjudligi yo'qolishga uchrayotgan kundir. Biz bu yerda dunyoga bu masalaning faqat Sharq Turkiston masalasi emasligini eskartish uchun turyapmiz. Bu masala insoniy izzat hurmat asoslangan prinsiplar masalasidir.
Xitoyning 75 yildan buyon davomlashgan irqiy qirg'inchiligi, uzoqqa so'zilgan ishg'oliyati va Sharq Turkistonni mustamlaka qilib olishi cheklangan huquqning xatiriga dunyo ko'z yumganda yuz berilgan vahshiyliklarni eskartidi. Xitoyning Sharq Turkistonga qilganlari xalqaro jamiyatga bo'lgan keng ko'lamli tahdidni, ya'ni Xitoy imperializmining o'z manfaati uchun kishilik huquqni dafsanda qilishga, kulturni yo'q qilishga va hayotlarni o'likka aylantirishga tayyor ekanligini namoyon qildi. Sharq Turkistonning mustaqillik huquqini e'tirof qilish faqat tarixiy zaruriyatlar emas, bu bir axloqiy majburiyatdir. Mustaqillik bo'lmasa, xalqimiz Sharq Turkistondagi Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va mustamlikachiligidan hargizmo ozod bo'la olmaydi. Mustaqillik bizning haqqimiz, kelgusimiz va hayot qilishimizning birdan-bir kafolatidir. Dünya Xitoyning ishg'oliyatining davomlashishiga yo'l qo'yishning faqat Sharq Turkiston xalqiga qilingan xiyonatlar emas, balki butkul insoniyatga qilingan xiyonat ekanligini tunib yetishi kerak. Yuz o'rib turayotgan davlatlarga shuni aytamizki, sizlarning sukutinglar biz uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lishdir. Harakatsiz o'tgan har bir kun Xitoyning irqiy qirg'inchilik harakatining kuchayishiga yo'l qo'yganlikdir. Bu vahshiyliklarga qarshi turmaslik dunyoga kuchlikning haqliq bo'ladiganligini, irqiy qirg'inchilikning jazosiz qilishining mumkinligini uqtirganlik bo'ladi. Biz Shvetsiya va adolatni qadrlaydigan barliq davlatlarni o'rnidan dastur ketishga chaqiriq qilamiz. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilinglar, ishg'oliyatni ayblanglar va Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarshi vahshiy harakatlarini to'xtatishni talab qilinglar. Bu faqat bir siyosiy bayonotlar emas. Bu har kuni mavjud bo'lish huquqi uchun kurash qilayotgan millionlagan kishilarning hayot qilish uchun qilingan talabdir. Biz sukut qilmaymiz. Bizni yo'q qilmoqchi bo'lganlarning tariximizni yozishiga yo'l qo'ymaymiz. Dunyo shuni tushunishi kerakki, Sharq Turkiston uchun ovoz chiqarish adolat, kishilik huquq va dunyo tartibining butunligi uchun ovoz chiqarishdir. Agar Xitoyning jinoyatlari to'solg'usiz davomlashsa, undaqda hammamizning kelgusi qorong'u bo'ladi. Türk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlik tarozining bir tarafiga qo'yilganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni tengpunklashtira oladigan bir narsani topqani bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari urushda yaqinlaridan ayrildi, ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Agar vatani bo'lmasa, insonning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qafasdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydigan nonning ta'mimi, so'zining ma'nosimi bo'lmaydi. Agar bir kuni yo'l ayrishga to'g'ri kelganda, qilchimi ikkilanmay jonni berish, shehidlik martabasiga erishish, mana bu vatanparvarlikdir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.